Bugun botoks qilamiz. Ha, to'ppa-to'g'ri eshitdinglar, botoks qilamiz. Faqat labga emas, sumbul sochlarimga. Botoksda ko'pchilik boshqacha xayolga boradi, lekin sochim juda ham siyrak. Tabiiy tug'ilganimdan shunaqa siyrak bo'lgani uchun bugun Gulixonimga, men sochimni ambasadoriga keldim har doimgidek. Boshing toshdan bo'lsin deb qo'radim, bunaqa sarla ham kiydim. Sariq sochlarni bilasizlar, doim chigal, juda ham tez chigal bo'ladi va tarash qiyin bo'ladi. Shuning uchun botoks qildiraman, anchadan beri niyat qildim. Hozir o'zida birinchi etap o'zida shunaqa yumshoq, mayin bo'lib qoldi sochim. Bu muolajamiz 2 marta qilinar ekan. Ikkinchisida shunaqa yana ranglari ochilib, sochlarim tep-tekis, undan tashqari yaltirab qoldi. Endi bo'lsa menda chigal bilan bo'lgan muammo hech qachon bo'lmaydi. Hammanglarni tavsiya qilaman, kelib ishlarini ko'ringlar, profillarini qoldirdim. Haqiqiy katta stajga ega bo'lgan kolorist Gulixonim Agzamovani sizlarga tavsiya qilamiz.